Assalomu alaykum. Xo'p, endi keyingi darsimiz ya harfi ekan. O'tgan darsimiz s harf bo'luvdi. Ya mana arabiy ismi ya. O'zbek tilida y harfiga to'g'ri kelaveradi. Ko'rinishlari b da takrorlaydi. Ya'ni b da bitta nuqta bo'lsa, y da ikkita nuqta bo'ladi. Xo'sh, o'qilishi a o'qiladi. Mana bu yerda suratda nima turibdi? Uy. Uy. Bayt. Uy. Bittachi qarang mana kiyimlar. Shuni siyab deydi. Siyab. Qoidani keyin o'qiymiz. Bayt uy, siyab kiyimlar, ya ey. Buni eshitgansizlar hozirgacha. Ya Ahmad, ey Ahmad. O'zbek tilida ham ishlatiladi bu. Tin anjir, tin anjir. Ayna qayerda? Ayna qayerda? Ya harfi harakatsiz bo'lib, undan oldingi harf kasrali bo'lsa, i tovushi cho'zib o'qiladi. Misol uchun tin. Ya'ni bu yerda aytmoqchiki, mana bu orada y harf bor. Xo'p, endi y dan oldin i bor, kasra bor. Agar shu holatda bo'lsa, y o'qilmay qoladi, o'rniga kasra cho'zib o'qiladi. Nimaga o'qilmaydi desangiz, qarang, talaffuz qilib ko'ring-da. Tin, tin deb yni hozir eshitsam navorot qiyin. Undanman, endi qarang. Tin, tin desam osongina chiqib ketaveradi. Tin. Anjir so'zi. Xo'sh, endi so'zlarni o'qisak. Bayt uy. Bayt uy. Siyab kiyimlar. Siyab kiyimlar. Siyab kiyimlar. Qoidada aytdiki, y harfi harakatsiz bo'lib dedi. Harakat mana tepada turgan fathasi. Hozir bu harakatli. A bor tepasida. Bitta cho'zg'i bo'lmaydi. Cho'zg'i faqat alif xolos. Nimaga alif bitta cho'zg'i bo'lib qolyapti desa, chunki o'zidan oldin bu yerda fatha bor. Alif qo'yilsa, alifdan oldin fatha kelsa, urg'u bo'lib qoladi o'zbek tilida. Siyab deb cho'zib o'qiydi, urg'u beradi. Ya, bu yerda ham mana urg'u bor. Ya'ni alifdan oldin fatha, ya'ni a tovushi bor, shuning uchun ya o'qiladi. Misla siyab ya. Endi bu yerda tin so'zi. Mana y tepasida birorta alomat yo'q, hatto sukun ham yo'q y tepasida. Tin. Xo'sh, endi y harfini o'zgartirib qo'ydim. Sabab bitta bu ham urg'u bo'lib ketadi. Haligini aytdim, u tin deyish qiyin. Buni o'rniga tin deyish oson. Qachon mad bo'ladi? O'zidan oldingisi kasrali bo'lsagina mad bo'ladi. Mad bo'lsa tepasiga hatto nima ham qo'yilmaydi? Sukun ham qo'yilmaydi. Sukun qo'yilsa o'qilish kerak bo'lib qoladi. Endi qarang bu yerda. Ayna. Vaholanki bu yerda qaysi harf bor? Y harfi bor. Lekin y harfi cho'zg'i bo'lmaydi bu yerda. Nimaga cho'zg'i bo'lmaydi? Chunki o'zining oldingi esa kasra bas. Agar kasra bo'lsa cho'zg'i bo'ladi. Men misolim buni qo'yib qo'ysam, bironta harf qo'yib kasra bersam, keyin cho'zg'i bo'ladi. Hozir alin bo'lib qoldi. Alina. Vaholanki bular yo'q. Tepada nima bor? A bor. Bu holatda bu aynani o'zi o'qiladi xolos. Qachoniki y harfi harakatsiz bo'lib, ya'ni fatha, kasra, domma, sukun ham olmasa, ya'ni a, i, u tepasiga dumaloqcha ham olmasagina cho'zg'i bo'ladi. I kelsa o'zidan oldingisi fatha ham bas, ya'ni a ham bas, u ham bas. O'zidan oldingini harakati fatha ham bo'lmaslik kerak. Yo'q bo'lmasam domma ham bo'lmaslik kerak. Faqat kasroligida cho'ziladi.